Ey bolalarim, shovqin qilmalaring adin dam olyaptilar. Uyda ovozingni ko'tarmalaring. Buving kelganlar mehmonga. Jam o'tiringlar, o'zim masallarim. Ona oling choydan-chi. Voy bolalaringni-chi, boshingga chiqazib olgansan-da. Bir urib burchaga turg'izib qo'y. Eringni hamchi, erkalatib bormaganmisan? Hozirgi bolalarni ursang, detskiy travma deyshadi. Amala, men ham tarbiya qilganman sanlarni. Oyda yuribsanlar-ku. Ona, siz bizga tarbiya berdim deb o'ylayapsizmi? Siz bizga to'g'ri tarbiya berganman, bularning travmasi yo'q deb o'ylayapsizmi, ona? Siz bizani bolaligimizni bermagansiz. Bizani orzuyimiz sizlarni tinch o'tirishinglar bo'lgan edi. Har kun uyga kelsak, janjalni ustidan chiqardik. Bir narsa bo'lsa, adam bilan ursanglar, alamingizni men bilan ukamdan olardingiz. Bizani aybimiz nima edi, ona? Detskiy travma yo'q deysiz. Travmani mendan so'rang. Hamma bolalar ota-onasi bilan safarga, parkka borishni xohlagan payt, biz ukam bilan kirib orzuyimiz ota-onamiz jim totib o'tirishi bo'lgan. Bilasizmi, biz shunaqa orzular bilan o'sganmiz. Travma yo'q deysiz. Men o'shanda qasam ichgandim. Katta bo'lsam bolalarimga o'zimni bolaligimni ravo ko'rmayman deb. Travma haqida gapirmang. Er-xotin nafsinglar uchun o'zinglar nima talashardinglar bizga qorong'u. Meni ukam bilan aybim nima edi, ona? Aybim nima edi, ayting. Bolalaringni urgin deysiz. Urib nima, biza sizni tarbiyangizdan yaxshi bo'ldi deb o'ylayapsizmi? Yo'q, ona, meni qalbimda bitmaydigan jarohatlarim bor. Bundan siz o'tirardingiz. Ajrashaman, sallaga boshqa ota olib kelaman deb. Bu yoqda otam o'tirardi, onang yomon, boshqa ona olib kelaman deb. Ursanglar, alaminglarni bizadan do'pposilar deylar. Shunchalik xo'rlanib bolaligimiz yo'ligidan bizani birov tahqirlasa, buni normalniy narsa deb o'ylab katta bo'ldik. Xudoga shukr, o'zimizni tanidik. Men o'zim ko'rgan qiyinchilik, bolalikdek xo'rlikni bolalarimga ravo ko'rmayman, ona. Iltimos, ona, siz oila, farzand qadrini bilmagansiz. Hech bo'lmasa meni erim bilan bolalarimni tarbiyasiga, oila tuzishimga aralashmang, ona. Hech bo'lmasa hozir tinch yashang, ona, tinch qo'ying. Bizda o'zbekchilik, musulmonchilik deb hech kim yuray yutib, ona, bizani bolalikda mana shunaqa qilgansiz deb ayta olmaydi, ona. Lekin ko'p bolalarning qalbida travmasi bor, ishoning. Iltimos, katta bo'lgan farzandinglarning hayotiga hech bo'lmasa aralashmanglar. Mana eshit qizim, uyimiz g'urbat edi. Maktabdan hamma uyga shoshilsa, biz ukam ikkalamiz uyga kirgimiz kelmasdi, ona. Shunchalik haqoratlar, shunchalik tahqirlashlar. Er-xotin urushuriylar edi. Biz shuni ko'rishimiz shartmidi? Erkak zotidan nafratlanib o'sgandim. Endi oilam tinch payti, oilamga, bolalarimga tarbiya qilishni menga o'rgatmay, ona. Doim men haqman. Ona, haq deganingiz uchun hamma gapingizni men haqiqat deb o'ylaganman. Miyamga shunaqa narsalar singdirgansizki, men bolaligimni his qilmaganman, ona. Travma yo'q deysiz. Siz doim haq bo'lgansiz. Bizda o'zbekchilik shu-da. Onang haq, ota-ona haq. Aman onaman-da. Men doim haq bo'lganman. Nilu? Meni eshitmaysanmi, qizim? Nilu? Eshitmaysanmi, qizim, meni? Eshitaman, ona, eshitaman. Xayol surib qolding? Yaxshiyam siz borsiz, ona. Boringizga shukr. Rahmat. Ona, siz doim haqsiz. Bizga baxtli bolalik berib, shunaqa zo'r tarbiya berganingiz uchun katta rahmat sizga, onajon. Farzandlarning dili vayron, termulib zor, boqar hayron. Bizlardagi sovuq rangga, yarmi sanga, yarmi manga. Turolmadik ahdimizda, o'ynab kular vaqtimizda. Baxtni sindirdik yattanga, yarmi sanga,